Bu ham 1,5 million. 1,5 million. Mana bu dachani qaranglar. Shunaqangi atmosferniy bomba dachaga kelganman. Dachani lekin shunaqa takoy qilib qo'ygan. Boya ko'rgan bo'lsanglar, Farruxgan dachasiga birinchisiga borganman. Bu ikkinchi dachalari. Chorvoqda nima uchun dacha yaxshi biznes? Chunki dam oluvchilar soni juda ko'p. Dacha biznesi hech qachon o'lmaydi. Dacha olaman deganlar uchun ham tavsiya qilaman. Dacha olib ishlatinglar, biznes zo'r lekin mana ko'rishingiz mumkin. Shunaqangi shu Chorvoqning o'zining aholilari ham chotki-chotki qilib dachalar qurib qo'ygan. Bir-biridan chiroyli mana qarang. Polniy atmosfera, bochkani tomosha qilasizlar mana o'tirgan tapchaninglar mana qarang. Qozon o'choq, stol, tapchan, imamni kolonkalar qo'yib qo'ygan. Zimniy basseyniga mashinadan kirsa ham bo'ladi. Zimniy basseyn tikko'ylik xonlarni ko'rsatib beraman. 7 uch zimniy basseyn, finskiy bu ham saunalar qilib qo'ygan, chiroylikini qilib. Mana eglarni o'zi ham shu yerda. Farruxga buni necha pul qilib beramiz aka? Oila ulfat. Ulfat ham olinadi. Hop. 10-12 kishi ichi. Necha pul? Bu ham 1,5 million. 1,5 million. Shanba kun dogovorni aka. Xudo xolasa, remontlarni takoy qilib qo'ysa, betga ham aka. Xo'p, kirgan shunaqa televizor, stol bilan nemisini qo'yib qo'ysa, brat zimniy kuxnya, bu yerda двухспальныйmiz. Tak, PlayStation, mana bu yerga 4-5 kishi mazza qilib yotadigan spalnilar. Bu yerda ham spalniymiz bor, adashmasam. Mana bu yerda ham spalniysi bor. Do'stlar, pastda Farruxgan basseynni ko'rsataman aka. Bu yerdan kirsanglar ham bo'ladi, xullas. Pastda Farruxgan nomerini qoldiraman, bemalol telefon qilib bog'laninglar. Chorvoqlik boldan oldim deylik, kamchilik bir tako kichkina oila bo'ladi, ular kelishib chiroyli narx qilib beradilar. Aprel oxirigacha shu 1,5 milliondan shu dachaga kelib dam olasizlar. Tavsiya etaman, qarang, dacha lekin zo'r.